O'rtaq tortishib qoladi, rizq Xudodan, unisi yo'q harakatingdan deydi. To'g'ri, harakat sabab, lekin rizq Allohdan desa yo'q, harakat qilmasang yo'q bo'lmaydi deydi. Keyin nariginisi aytadiki, harakat qilmasang baribir rizqingni yeyolmaysan degan odam, bo'ldi men sinayman bugun deydi. Charchaganicha safarga ketib, uzoq deb g'orni ko'rib shatkira o'tirib oladi. Qani? O'rtog'imning gapi bilan men bugun solishaman, shu bilan moslashtiraman. Teg o'tiradi. Bir payt dovul boshlaydi, yomg'ir boshlaydi, chaqmoq boshlaydi. Uzoqdan bitta karvon ketayotgan bo'ladi, tovari bilan. Qarasa qochmasa bo'lmaydi. U yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, teshik ko'rinadi. Ketdik g'orga kirib turamiz deb borishadi. So'qatishadi, gulxan yoqishga. Qarasa bir odam o'tiribdi. Darrov gulxan yoqinglar. Salom bersa ali olmaydi, gapirsa javob qaytarmaydi. Bu so'qatib qatib qotdi bechora. O't yoq oldiga deydi. Oldiga o'qat qo'y deydi. O'qat qo'yadi. Hali odam ko'zini ham ochmaydi, chunki prinsip qilyapti u. Mana shunday o'tiraveradi. Gapirmaydigan ko'zini ham yumib oladi. Keyin hali karvonda shepa aytadiki, bitting og'zini och deydi. Bitting tiq o'qatdi deydi. Bu hatto o'qat yeyishga madori qolmabdi deydi. Og'zini ochadi, o'qatni tiqadi. Shunda voydod deydi. Alloh meni kechir deydi. Agar bu yog'iga olsangiz shunaqa o'z aslida. Bu yog'iga olsangiz. Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari, xudo xolasa o'zimizni Asakaga ham pechkalarimizni olib kelib o'rnatib berdik. Bu pechkamiz 1 metr 5 santimetrlik o'choqli pechkamiz bo'ladi. Qurib, mana chiroyli g'ishlarda yoqib qo'yganmiz. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, doimgidek past nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Kim shunaqa pechka qurdirishni niyat qilgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qo'yasizlar. Qurdiraman deb yurganlarga bitta jo'natib qo'yadigan bo'lsanglar, ularga ham ancha manfaatli bo'ladi. Telefon qila olasizlar, sizlarning uylarga ham go'zal qilib, go'zal pechkalarimizni qurib beramiz.